1,5 oy oldin 180 tadan oshiq target to'liqlarning o'rtasida kastef o'tkazganimda shunaqangi raqamlarga duch kelganmanki, buni o'zingizam ko'rib turibsiz. 28% target to'liqda yangi mijoz topish bo'yicha muammo bor. 17% target to'liqda qimmat chekka sotish bo'yicha muammo bor. 31% target to'liqda strategiya tuzish va voronkalarni tuzish bo'yicha muammo bor. Ya'ni nimani qanaqa qilib qilish, ketma-ketlikni bilmaslik, loyiha olganda o'zini xizmatini sotishda va boshqalarda. 24% target to'liqda sotuv matnlarini yozish bo'yicha muammo bor. Assalomu alaykum. Agar siz meni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, meni ismim Bahodir. Men 3 yildan beri targeting bilan shug'ullanib kelaman. Shu paytgacha 50 dan oshiq loyihalar bilan ishlab, 500 ming dollardan oshiq savdo qilishlariga yordam berganman. Asosiy yo'nalishim bu tur firmalar va umr firmalar bilan ishlash hisoblanadi. Agarda sizda ham loyihalar kam yoki yo'q bo'lsa, LTV juda ham past bo'lsa, nishalash haqida o'ylayapsiz, lekin qanaqa qilib nishalash haqida bilmayotgan bo'lsangiz, переговорlarda arzon sotib qo'yayotgan bo'lsangiz, bu video siz uchun oxirigacha ko'ring, ancha manfaatli bo'ladi. Bu muammolar sizga ham tanish. Tepadagi aytib o'tgan muammolarim sizga ham tanish. Siz ham tezroq arzon loyihalardan qutulib, tezroq 3000, 5000, 7000, 10000, balki 1000, 2000 daromad qilishni xohlayapsiz. Yangi loyihalar olishni xohlaysiz. O'zingizda bor bo'lgan qanaqadir pulni cho'zadigan, siz bilan oradagi distansiyani juda ham yaqin qo'yargan, oldi berdilarga kelganda doimo sizni jahlingizni chiqaradigan loyihalardan qutulishni xohlaysiz. Qimmat chekka mijozlar bilan ishlashni xohlaysiz. Misol uchun 1000 dollar topayotgan bo'lsangiz, 200 dollardan 5 ta loyiha bilan topayotgan bo'lishingiz mumkin. Buni qanaqa qilib 500 dollardan 2 ta loyiha bilan topishni xohlayotgan bo'lishingiz mumkin. Yoki nishalash haqida o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Qaysidir nishaga ursam, qaysidir nishadagi loyihalarni olsam faqatgina qimmatroq sotaman, lekin bu narsani qanaqa qilib qilaman degan savol meni ham miyamdan ketmasdi yaqin kunlargacha. Endi mana shu narsani men challenge sifatida sizga ko'rsatib bermoqchiman. Ya'ni aynan shu mavzularni 30 kun davomida o'z xizmatimni qanaqa qilib 500 dollar plusga sotish, yangi 5 ta mijozni olish uchun qanaqa etaplarni bosib o'tish kerakligi, qanaqa budjet ketadi mendan, qancha lead olaman, qancha uchrashuv tashkillashtiraman, qanaqa bo'layotganini real jarayon misolida ko'rsatib bermoqchiman. Tasavvur qiling, siz meni shogirdimsiz, faqat virtual ko'rinishdagi. Faqat virtual ko'rinishdagi, ya'ni siz bilan biz onlayn ravishda gaplashamiz. Men sizga hamma qilayotgan ishlarim ketma-ketligi qanaqa bo'layotganini, u narsaga qancha summa sarflayapman, qaysi tadbirkordan qanaqa отказ eshityapman, qanaqa kelishyapman, necha pul summaga kelishyapman va reklamalarimga necha pul ketkazyapman, reklamalarimni qanaqa yoqyapman, qanaqa taklif beryapman, mana shularning hammasini sizga onlayn ravishda men ko'rsatib boraman. Siz meni shogirdimsiz, faqat onlayn ravishdagi. Endi faraz qiling, bu sizsiz qanaqa qilib deyapsiz? Mana bu bo'lsa challenge. Mana shularni qil deb challenge sizga o'rgatadi. Mana bularni qilma deb challenge sizga o'rgatadi. Ya'ni agarda men challenge davomida xato qiladigan bo'lsam, buni yaqqol aytib ketaman. Kak ustoz misolida, o'zi ustozning ham vazifasi shu. U qilgan xatolarni siz qilmasdan, u to'g'ri bo'lgan yo'ldan yurib, vaqtingizni va pulingizni tejab, o'zingizning muvaffaqiyatingizga erishishingiz hisoblanadi. Diqqat, eslatib o'taman, bu challenge kurs emas. Bu mentorship emas. Bu sizni qanaqa qilib degan savolingizga X harakat bilan va Y xatolarni qilmasdan degan real ochiq jarayon. Ya'ni siz jarayonda, real jarayonda, real bo'lib turgan vaqt jarayonida ko'rasiz, nima xatoni qilish kerak emas, maqsadga erishish uchun, nima yo'llarni tutish kerak maqsadga erishish uchun. Mana shu narsani real yopiq kanalda men bilan birgalikda amalga oshirasiz. Bu narsani olib turib, o'zingizga copy paste qilib qo'llab ketsangiz bo'ladi yoki challenge tugagandan keyin u yoqdagi materiallardan foydalanib, u yoqdagi feedbacklardan foydalanib, o'zingiz u narsani davom ettirsangiz bo'ladi. Xo'p, challenge pullimi? Albatta pullik, chunki tekin narsani bilasiz nima bo'lishini. Demak, challenge 30 kun davom etadi. Uslugani qanaqa qilib 500 dollar plusga sotish, har kunlik real jarayon qanaqa bo'lyapti bu narsalar o'zi, aniq roadmap, ya'ni qadamma-qadam qanaqa qilib ketyapman men. Uslugamni 500 dollardan qanaqa qilib sotyapman, nechta переговор qilishim kerak bu uchun, nechta kvalit olishim kerak, nechta umumiy lit olishim kerak, reklamaga qancha budjet sarflashim kerak, maqsad qo'yish va dekompozitsiya qilish. Maqsadim o'zi nima? Misol uchun aytaylik 5 ta proyektni 500 dollardan olish. Okey, uni qanaqa qilib men bo'laklarga bo'laman. Bu xuddi nimaga o'xshaydi? Siz osh yemoqchi bo'lsangiz, kosadan yemaysiz-ku, to'g'rimi? Qoshiqdan yeysiz.
kosadagi osh tugatish uchun siz qoshiqdan yeysiz yoki qozondan yemaysiz-ku. Qozondagi osh oldin kosaga solinadi, kosadagi oshni qoshiqda olib yeysiz. Xuddi shunaqa narsa. Maqsadingizga erishish uchun har kunlik uni dekompozitsiyasi yoki uni har 10 kunlikka bo'lish, har haftalikka bo'lish, har etaplarga bo'lish mana shu narsa chuqur yoritiladi. Nishalashish. Qanaqa qilib nishalashish mumkin? Oxirgi paytda juda ham ko'p targetologlar mana shu narsa haqida o'ylayotgan, men o'zim guvoh bo'lyapman. Kimdir aytadi faqat o'quv markazi bilan ishlayman deydi. Kimdir aytadi faqatgina kiyim do'konlar bilan ishlayman deydi. Kimdir aytadi faqatgina aytaylik bog'cha maktablar bilan ishlayman deydi. Bu hammani o'zini tanlagan yo'li. Bu narsani noto'g'ri ham, to'g'ri ham deb bo'lmaydi. Bu narsa faqat jarayon miqyosida bilinadi. O'sha narsani qilib ko'rgandan keyin bilinadi. O'sha narsani amalga oshirgandan keyin bilinadi. Lekin hech kim sizga aytmaydiki, mana bu xatoni qilma, mana bunaqa narsa bo'ladi. Yoki hech kim sizga aytmaydiki, mana bu narsani qilsang, mana bu sohani, mana bu nishaga kiradigan bo'lsang, sen mana buncha chekdan sotishing mumkin deb turib, hech kim sizga tan olish kerak, u narsani ochiqchasiga aytmaydi. Yuzaki aytishi mumkin. Nima deydi? Lekin ichkaridagi raqamlarni ochiqlamaydi sizga. Bu challenge aynan shu qilyapti. Haftada bir marta jonli efir, ya'ni biz haftani tugatganimizdan keyin haftalik maqsadimiz bo'yicha qayerga qarab ketyapmiz. Nima xato qildik, nimani to'g'ri qildikki, maqsadimiz tomon biz yaqinlashdik yoki uzoqlashdik va savol-javob. Shu challenge-da qatnashayotgan insonlar bilan real time savol-javob. Challenge oxirida umumiy xulosa, har bitta narsani yakuni bo'lgandan keyin undan xulosa olinadi. Ya'ni men mana shu narsani aytaylik 5 ta proyekt oldim $500 dan. Nima qilsam men 8 ta proyekt olardim $500 dan. Yoki nima qilganim uchun menda 5 ta proyekt olindi $500 dan. Yoki ololmadim deylik. Bu narsani bilmayman, menda o'xshaydimi, o'xshamaydimi? Ololmadim, nimani hisobiga ololmadim men? Bu challenge-da qatnashayotganlar nima qilib qo'ymasa, ular ham menga o'xshab ololmasdan qolib ketmaydi, ular ham qiladi va ko'radi va meni xatoyimni takrorlamaydi. Xo'p. Va ishtirokchilar uchun to'liq video darslik. Mana shu challenge tugatganimizdan keyin, bilmadim, yarim soatlik bo'ladimi, 1 soatlik bo'ladimi, to'liq video darslik. Challenge boshidan, ya'ni 1-kundan 30-kungacha bo'lgan davr mobaynida qilingan xatolar, to'g'ri ishlar, qilingan qanaqadir o'zgarishlar, qilingan qanaqadir olingan qanaqadir insightlar bo'yicha to'liq video darslik qilib, u narsa yopiq kanalga tashlab beriladi. Xo'p. Bularni barchasini yagona to'lovi 179.000 so'm. 179.000 so'm o'zbek so'mi. Lekin ilk 20 kishi uchun, challenge-ga qo'shilgan ilk 20 kishi uchun mana shu videoni ko'rib turibsiz. Agar siz ulardan bittasi bo'ladigan bo'lsangiz, 99.000 so'm hisoblanadi. 99.000 so'm. Siz bu narsani bir oy davomida bir martagina to'laysiz bo'ldi. Challenge-ga kimni olmayman men? Konkretni aytaman, challenge-ga kimni olmayman? Hamma narsani tagida mindset yotadi. Kimdir aytishi mumkin, bu pulga abet beradi deb. Da, qo'shilaman 99.000 so'm yoki 179.000 so'm 2 marta abet beradi yoki 3 marta abet beradi. Bu pulga tajriba beradi degan insonlarni olaman men. Konkretni, meni tajribamni mana shu summa evaziga bir oy davomida men bilan birga olish xohlagan insonlarni olaman men. Bu summani berishga qiynaladigan yoki bu summani berishdan oldin juda uzoq muddat o'ylaydigan insonlarni biz challenge-ga qabul qila olmaymiz, to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Demak, challenge boshlanish vaqti 1-fevral, joylar soni umumiy 40 ta, aytganimdek boyiga 20 ta birinchi qo'shilgan inson uchun 40% pulini tejab qolish mumkin. Ya'ni siz 179.000 so'mlik narsani 99.000 so'mga olishingiz mumkin bo'ladi va Xudo xohlasa umumiy biz 1-fevral sanasida boshlaymiz. Challenge-ga qo'shilish uchun digital adminga yozasiz, ya'ni mana bu Telegram manzilga yozasiz, karta deb sizga karta berishadi. Karta berilgandan keyin ularga to'lov skrinshotini tashlaysiz. To'lov skrinshoti haqiqiy ekanligi tekshirilgandan keyin sizni yopiq kanalga qo'shilish uchun link beriladi. Agarda bu narsa sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa va siz o'zingizning tajribangizni mana shu summa evaziga oshirishni, real jarayonda tepada sanab o'tgan narsalarni qanaqa qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, bu narsani ichidan raqamlari bilan ko'rmoqchi bo'lsangiz, real jarayon guvohi bo'lmoqchi bo'lsangiz, marhamat adminga yozing, challenge-da ishtirok eting, balki ilk 20 ta odamdan bittasi bo'lsangiz, bu narsa sizga 40% pul tejab qolib qo'shilish imkoniyatiga ega bo'lasiz degani bo'ladi. Xudo xohlasa 1-fevralda boshlaymiz. Hammaga rahmat. Xudo xohlasa yaxshi kunlarda ko'rishamiz.